tayyor mevalarni ko'rsatgan bo'lsak, bugun ish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Ko'rishda davom etinglar. Xo'p, laminatlar tayyor keladi, zavoddan tayyor holatda keladi. Ichkariga qog'oz, kile ishlatmaymiz. Birinchisini stanoyda kesish jarayoni bo'ladi. Razmerga, kerakli razmerga kesib borishadi. Undan keyingi ish jarayonlar kesimi tayyor bo'lib chiqadi. Mana qaysi tomon kilometr bo'lishlarini belgilab boriladi. Bundan keyingi bo'ladigan ish tayyor detal chekalarini zavodga povoq kilomga qilish bo'ladi. Povoq kilomga qilish. Bu tomondan tutib boradi mana kilomchani. Kilomchadan kilosini beradi, kilomchasini beradi. Bu tomondan uzib, chekalarini tozalab, boshdan tayyor mahsulot qilib chiqarib beradi mana ko'rganingizdek. Hozir ko'rgan detalingiz mana bu tomoni tayyor emas, bu tomoni tayyor holatda, kilomga bo'lib chiqqan holatda, zavodga holatda. Bundan keyingi bo'ladigan ish bu yerga sortirovkasi bo'ladi. Bu yerdagi bolamiz har bitta detalni oladi. Qo'lda teshilmaydi. Mana ko'rganingizda har tomoni kerakli razmerni, teshiklarini tayyorlab, upagovkaga tayyor qilib beradi bu holatda. Jarayonlar mana davom etadi. Tayyormi? Tayyor mahsulot chizilgan, teshilgan mana zavodga bo'ladi. Bu yerda razmerlari, qiymat nomlari, ispanlik, xat, modeldaligini belgilab beradi. Mana bunaqa holatda tayyor qilib chizig'larni chizib beradi bu holatda. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, bolalar bu yerda upagovkasini qiladi, bolish tomonlarini otadi. Tayyor bo'lib upagovka bo'lib mana bu yerga teriladi bu holisi. Magazinimizda yig'ilgan holatda tayyorlari bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Aramax qolamiz, kelinglar, ko'zinglar bilan ko'ringlar, yaxshi mahsulot olinglar.